Bu videoni Nexia 1 yoki Nexia 2si bor tanishlarga обязательно tashlab qo'yinglar, chunki bunaqa ma'lumotlar har kuni ham chiqarmaydi. Birinchi Nexia O'zbekistonda ishlab chiqarilgan deb o'ylaysizmi yoki Germaniyadami? Yoki Koreyadami? To'g'ri javob Germaniyada. Birinchi bo'lib Opel Kadett E avtomobilini to'laqonli modernizatsiya qilib, Koreyada 1990-yillarda ishlab chiqarilish boshlanadi. Va bizga 1996-yilda UZDO tomonidan Nexia avtomobili ishlab chiqarilish boshlaydi. Zavodskoy indeksi bo'lsa N100 bo'ladi. Va 2008-yilgacha avtomobil ishlab chiqariladi va 2008-yildan keyin 90 ta konstruktiv o'zgarishlardan keyin N150 indeksli avtomobil, ya'ni hozirda bizda legenda deb atalayotgan Nexia 2 avtomobili ishlab chiqarilishi boshlanadi. Avtomobil ikki xil dvigatel bilan ishlab chiqarilgan. Bittasi 1,5 litrli, bizning tilda tramblyor deyishadi o'zimizda. Ikkinchisi bo'lsa 1.6 Dons motor. 1.6 Dons motor ko'pchilik Lacetti'larda ham qo'llanilgan, shuning uchun Nexia 2 ni aynan 1.6 sini juda ham yaxshi ko'rishgan. Diqqat savol. Endi bu dvigatellardan nima uchun bizda 3-turi ham bor? Nima uchun gibrid motor hisoblanadi bu Nexia 2 larda? Kimda javob bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar.